Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi stol-stullarimiz arenda biznesi bilan shug'ullanaman va to'yxonaga ishlataman degan akalarimiz uchun mahalla uchun stol-stullarimiz gulli variantdagisi. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. Materiallar mo'shi material, tugmalargacha qo'yilgan, xontoxtalar yig'ishtiriladigan. Bunimizning narxi 2 million so'mdan chiqadi. Metal karkaslar qalin metalda ishlangan. Bunimiz oddiyroq mahallaga yoki to'yxonaga arendaga berish istaman deganlar uchun ham 10 talik variantdagilari buni 1 million 700 ming so'mdan chiqadi. Bu yoqda gul shu prokat variantimizda oddiyroq varianti bor. Buni narxi 1 million 350 ming so'm bo'ladi. Razmeri 75 ga 180 bo'ladi. Bundan 75 ga 210 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hammasining turli tomoni kashagi bor. Taglari boltikka taxta panel ishlatilgan. Bularimiz ham gulli variantimiz 8 taliga 1 million 600 ming so'mdan. Kimga shunday stol-stullar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. 8 talik varianti 75 ga 180 lik. Bunimiz paxta gulligimiz 8 talik varianti 75 ga 180 lik. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. Bu yoqda profilli variant, profilli gullimiz 6 talik razmeridagicha 75 ga 150 profilli gulligimiz. Bunimiz profildan ishlangani 1 million 1,5 million so'm chiqadi. Bunimizni nasi 8 taliga 1 million 950 ming so'm chiqadi. Xuddi shu gulligimizda turbadan ishlangani 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Bunimiz profilli prokat stol-stulimizda 6 talik variantda 1 million 100 ming so'm. Bunimiz muzqaymoqxona lakonkalar uchun stol-stulimiz 6 talik varianti qizil rangdagisi 770 ming so'mdan. Bu yoqda mana kreslo variantimiz 770 ming so'mdan. Bu yoqda mana 4 talik varianti 570 ming so'mdan. Bunimiz mana prokat variantimiz 570 ming so'mdan. Bundan tashqari bu yoqda kachilalarimiz ham bor. Kimga shunday sofa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib